Hürmetli vatandaşlarım, hem de sizlerle muhakeme, mutaliye kılaylı, vakalarını, vaziyetlerini görüp öttük. Bu vaziyetlerle tüvendeki mavzularını sizlerle okup edim. Endi bunun da biraz hissiyatı koyuk mu kandaklı, ya ki bek tekazzalık ya ki ciddilik bile ilan kılıngan mavzular mı kandak? Mesela Xitay demokratlarının kılıvatkan işleri yezivatkan ya ki doğru film, hemisi doğru film şeklinde işlevatkan filmle göğsüvatkan. Bırak şu nesi işini ola görmedik vatandaşım. Hazır belki Cungo del şundak vaziyeti çıkırıp kaldı. Hazır Cungo del şundak vaziyeti çıkırıp kaldı. Mesela alayla hazır Cungo halkı özünün koludaki neh bol halık pulu. Halık pulu. Renminbi. Halık pulunu hazır bankalara apırıp tegişke başladı. Bir bu nokta, ikincisi maddi köçmez mülkiyetdeki işe başladı. Koludan halk pulunu çıkarıp işe başladı. Sebebi ne? Biz iki katınlıklık simizi sözlülük vatandaşım. Sebebi şu ki hazır Cungo'da renminbi. Halk pulunun kursu düştü. Pahalı çıkarıp yüzden o demek bir de pahalığa aylındı bundak ahvalası da halk pura aldırıp tinep koludaki pulunu, naq pulunu yoki bankadaki pulunu chiqarib o'tish kerak. Ya'ni xalq pulini boshqa bir moddiy mulkka yoki boshqa bir mahsulotga aylantirish kerak. Unda qolmasa qo'lida nim bo'lib qoladi. Oxiri Shingsesayning davridagi bir tog'og'i pul qochilab bozorga chiqib bir qop sarangi setib ololmaydigan holga kelib qoldi. Xalqni aqlli buni bilib turdi. Bu bir nuqta. İkincisi biz o'tganda boshliqligimizning qismini 5 qisman oldin sizlarga tanishtirib o'tdik. Cungo hükümeti ya ki hazır Xi Jinping iki bosog'ida turibdi. Onun biri teslim bo'lish, yana biri qarshilik ko'rsatish. Hazır Xi Jinping qaraganda qarshilik ko'rsatish yo'lini tanlab oldi. Qarshilik ko'rsatish yo'li men shu vaqtda degan edim, shu leksiyamda degan edim, bu Cungo'ning halokat yo'li efendim. O demek Xi Jinping bir halokat yo'lini tanlab oldi degan gap. Sen Amerika Qo'shma Shtatlariga taslim bo'lish yoki yo'l qo'ysang, ish o'z joyicha bo'ladi. Mana masalan biz aytayotgan yoki kishilar kutib turayotgan ayni vaqtga Gorbachevning yo'li bilan bo'ladi. Xi Jinping. Yani qarshilashish ana shu yerga yetdi. Ayni chaqda masalan 90-yili 8-oyning 18-kuni Rossiyada sobiq Sovetlarda siyosiy o'zgarish bo'ldi. Gorbachevni Qrimda nazarband qildi. Kaynadilla 3 günden keyin bu nazarband bo'shitildi yoki tarmar bo'ldi. Bugun Cungo'da shundoq bir ko'ch o'tirg'i chiqa olamdi yo'q. Masalan biz boshqa mavzularda ko'rdik, hozir Kompartiyaning ichki qismi parchalanishga yuzdan deydi. Bundoq ahvolda g'arbdan yoki tashqaridan bo'libmi Amerikadagi kuchli qudratli davlat Cungo'ga besim paydo qildi deb qaralsa, yoki shundoq to'nilsa, mesela şundak şaraitte partiyanın ichki qismida o'zgarish, ziddiyatlar keskinleşiş, qarshilashlar keskinleşiş ve Xi Jinpingni gumon qilish, onun huquq yurgizishi ve onun innovati nufuziga ta'sir ko'rsatadigan so'zlar va harakatlarda bo'lish bu albatta tabiiydir. Çünkü zaman hani pat arada o'zgardi, o'zgarish davri kirganda ish cho'qim muqarrar shundoq bo'ladi. Enlik vatandaşlar şunu aytaylik ki, bir yerde sen tez yol bilen özgürlükni ma'qul deb yol qo'yish bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga qabul qilgan bo'lsang, u vaqt sen Gorbachevning yo'lida mangan bo'larding. Hech bo'lmasa shuning yaqinroq bir yo'lda mangan bo'larding. Masalan, buning ichidagi eng og'ir masala deb sen qarayotgan Tibet masalasi bilan Uyg'uriston mustamlika masalasida sen Xuyabongning 6 buyuk siyosiy e'lon qildingmi, bugun hamma hal bo'ldi degan gap. Hamma hal bo'ldi. Bırak bir yerde şart Tibetler nemi şart koydu bilmeymen. Uygurlar ötkinci devir şartını koydu. Ötkinci devir fakat Uygurların koyduğun şartıymış. Bunu koysanlar bu işler olur. Andın Cungo'nun işki kısmında başka işler bir günlük iş. Mesela Jiangchen Hanım'la Ağdudun'la bir günde hal oldu iş. Yani şundak iş. Mesela Mao'nun 4 kişi göre uçuşup geldi. Dün Şapon oturuğu çıktı bir günlük iş. Mesela Xuyabong, Zhaoziyan'ı ağdırıp ettinler. Onların siyasını bekar kıldığınız Cungo'luk efendi bir saatlik geç. Bir tartışılık açkanda iş yok. Bugün
Reis Xi Jinping qarşılaşmakçı bo'ldi. Demak, Xitoy millatchiligi hozir rol o'ynaydi degan gap. Shunga hozir yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladigan Wang Qishanmo darhol ziyoratga kelolmadi. Bunda ahvol aslida Amerika Qo'shma Shtatlari bu ziyoratni o'rinlashtirmagan bo'lishi mumkin. Lekin buning tamom aksicha hozir Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasining ministrligi Davlat Mudofaa Ministrligining ministri Jim Mattis yaqinda Jungoga bordi. Buningda men faqat bir jumla so'zni ko'rib qoldim. Bu bir jumla so'zi nima deyildi desangiz, ochiq oshkora bo'lish. Kang kishada so'zlashish. Demak, bu holda ya dengiz masalasi urishimi yoki Sharq Janubiy dengiz masalasimi biroqli o'tirg'i chiqishi mumkin. Endi hozir Davlat Mudofaa Ministri berib Beijing bilan so'zlashdi degan gap vaziyatning jiddiylik darajasiga qayerga yetganligini, masalan, ishga armiya xushmaslikdan yoki xato hukm qilishdan boshqa bir kishilar qabul qilinmaydigan voqealarni keltirib chiqarishi mumkin. Balki suhbatning temasi shu bo'lishi mumkin. Oshkora, konkret, tafsiliy gap yo'q. Biroq James Mattis, Davlat Mudofaa ministri yaqinda Jungoni ziyorat qildigan bo'ldi. Vaqtda aniq emas. Endi yana mush yaqinda bugungi televiziya, atgangi televiziyada Shanghai Somro televiziyasi deyildiki, hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroyda davlat bexatarligi maslahatchisi bo'lib ishlayotgan John Bolton apandi Moskvani ziyorat qilib, Prezident Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin qachon uchrashadi degan masala belgilaydi degan gap. John Bolton Gangong adam. Bu büyük siyaset. Bu ish. Endi mushuna kelayli. Jungo hukumati siz bugun savdo tijorat masalasiga qarshilashish yo'lini tanlab olgan ekansiz. Yuqori xabarimizni ko'rsatdik. Nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati hozir 900 milliard dollarlik tamojna beji qo'yish. Bu jadvalni qandoq tuzib chiqdi, qandoq ishlaydi, qandoq yo'l qo'ydi, bu to'g'rida xabar kelmadi. 900 milliard dollarlik tamojna beji qo'yish. Jungolik apandilar buni ko'tarib o'rnini qo'pa olamsizlar? Buni qabul qila olamsizlar bunday tamojna bejini? Men ishonamanki, tezgap. Xuddi o'zinglarlik so'ng'ukni Votashan tig'ining ostiga bosirib qo'ygandek, endi hozir g'arb dunyosining adolati, faqat odil savdo qilaylik degan so'z bilan boshlangan adolat sizlarni xuddi Votashan tig'ining ostidagi so'ng'ukdek bir nimaga bosirib qo'yishi mumkin. Tanlash muhim edi, Reis Xi Jinping. Biz sizga dushmanlik qilmadik. Biz ham siz mustamlik qilayotgan bir vatan, Uyg'uristondan kelib faoliyat qilayotgan odam, biz sizga maslahat berdik, to'g'ri yo'lni tanlab oling. Bu yerda bir jumla so'zni yana qayta esimga og'im kelyapti, hurmatli vatandoshim. 1997-yil 7-oyning 2-kuni shu vaqtdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti, sobiq prezident Bill Clinton Shanghayda nutq so'zlagani shundoq degan edi. Jungoliklar, men sizlarni tarixning to'g'ri tarafida turishga chaqiriq qilaman. Agar sizlar shu yo'lni tanlab oladigan bo'lsanglar, Amerikaliklar sizlarga yordam berdi degan. Haqiqatan Amerikaliklar Jungoga 30 yil yordam berdi. Iqtisodiy yordam berdi. Haqiqatan Amerikaliklar Jungoni Dunyo savdo tashkilotiga elib kirib yordam berdi. Jungo bugun dollar xajdaydigan holga keldi. Oxiri qanday bo'lib chiqdi? Jungoliklar put atdi. Amerika qarshi put atdi. Savdo masalasida nohaqchilik qildi, tangsizlik qildi. Qizil raqamni ishtirib qo'ydi Amerikaga. Steve Bannon dedi, 5 yil ichida, 10 yil ichida, Jungo 10 yil ichida Amerikadan ta'tir farq va boshqa yo'llar bilan 5 trillion dollarni elib ketdi dedi. Bu qaltis gap vatandosh. Endi zamon mushiya keldi. Bugun mana ko'rdik, tunugillik semiz so'zlagan edik. Nima degan edik? Savdo urushi 100 berdi. Ya'ni 7-oyning 6-kuni boshlanadi. Yani bunu bugün davatımız. Yani şuna dikkat kılın ki hazırgacha 50 milyardlık dollarlık tamojna beji siyosati tuzilib bo'ldi. Jadvallar o'tirg'i chiqib bo'ldi. 7-oyning 6-kuni kelganda endi bu siyosat yo'lga qo'yildi. Shundan qaraganda Wang Qishan
ulgurib kelib Washingtonda ziyorat qilamidi. Ikki davlat munosabati shu jiriklik peti kelib qoldi. Endi siyosat yo'lga qo'yildi degan gap. Yo'lga qo'yildi degan gap. Hozir Rais Xi Jinping ikki ishni qilgandek bo'ldi. Biri, bütün chet ellik diplomatlarni chaqirib kelib yig'in ochdi. Jungo Kompartiyasi hukmronlik qilgan tarixda bunday gap yo'q edi. Yig'in açtı. Yig'inda xotir qoldirishni rad qildi. Har kim qalam qog'oz elib kirmaysan dedi. Sözledi nima sözledi bu bizga natayin. Yig'in açtı. Chimpokon so'zlayotdi. Yig'in açtı. Demak bu Jungo hech qachon diplomatları, chet eldagi diplomatlar o'zining diplomatlarini chaqirib kelib yig'in ochgan ish bo'lgan emas. Demak, vaziyatning jiddiyligi shu yerga yetdi. Endiki Leyla'zı Jiangsu өлkəsinin Xinjiang şəhərində yüz bergan koni askarlar qo'zg'oloni. Yaqında demokratik faoliyatchi Vijirshing shundaq dedi. Buning qatnashgan umumiy koni askarlarning soni 30 ming dedi. Buning uchun 30 ming 20 mingdek saqchi chiqadi. Bronviklar kirdi, tanklar kirdi. Bugungi suratlarda hozir keldiki, bularni bosdi. Ularning ko'z qapoqlari yerildi. Qon oqdi, qon to'kdi. Jungo hukumati dal musha paytda, endi yana shundaq payt turganda, ya'ni tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabati shundaq yirik holatda turganda, kelib bu kor askarlarni bostirishi balki Jungoda bir portlashdan piltisini, o't piltisini, o'q piltisini portlatgandek bir ish bo'lamdi qandaq. Masalan, bütün memleket değil, bütün memleket bo'yicha harbiy septin qaytgan koni askarlar Jiangsuning Xinjiang shahriga to'plandi. Ularda eshib hozir men bugungi xabarda bu koni askarlar Beijingga hol arz ahvol aytib keladigan xatchakda bo'limiga o'rinlashtirilgan ishxonaning atrofiga to'plandi. Endi bularga Jungo hukumati yana qanday muomala qildi, buni bilgili bo'lmaydi. Lekin Jungolik uchun baxtsizlik shu bo'ldiki, hozir Rais Xi Jinping hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qarshilashish yo'lini tanlab oldi. Qalay taslim bo'lish yo'lini emas, qarshilashish yo'lini tanlab oldi. Qistab keldi 7-oyning 6-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari boj